Kim? Hozir. Men o'rtoq. Boydan beri mana buni o'rginchalama. Ishlamayaptimi? Ha, o'rtoq. O'zvanimi? O'zi bir ishlab, bir ishlamaydi. Qo'yu. Yaxshimisan, tuzukmisan? Keyin nima xizmat? Oldinga kelganim o'rtoq. Rahmatli amakimlar poqqaychilarni berib turib, uyda bor ekan. Xitoy ekanda u tish o'tmayapti. Ha, bo'ldi o'rtoq. Sen so'rida o'tirib tur. Men kirib topib chiqaman. Bismillahirrohmanirrohim. Allah'ım, o adam işlerini qaytarib ber. Atajonim ishlab pul topsalar, uyimizda ro'zg'or bo'ladi. Chiroqimiz yonadi. Bir kundan beri chiroqsiz o'tiribmiz, bilaman. Adamlarga ham oson emas, qiyin. Allah'ım, iltimos. O'sha oypinda yiqilgan adamlarga Allah'ım. Ha, o'rtoq. Nimaga turib olding? Ha o'rtoq, topdingmi? Ha, topdim. Ma, adamlarniki ehtiyot qilib ishlat. O, kakras, mana ish kerak edi. Hozir 1-2 soat ishimni qilib bo'lib, qaytib tashlab ketaman. Aytgachi, uyda bo'lib turgin. Rahmat. Bo'pti. Goh eslasam eslagudek yoshligim bor. Sen bilan o'tgan mening beboshligim bor. Bizni do'st qilmadi bu taqdir ham bekor. Boringga shukr do'st borliging yaxshi. Bizni do'st qilmadi bu taqdir ham bekor. Boringga shukr do'st borliging yaxshi. Ey do'st, ey do'st. Счет номер aytvorasizmi? Счет nomerini bilmayman. Adresini aytsam to'liq qilsa bo'ladimi? To'liq qilsangiz bo'ladi, aytavering. Xo'p, 5-press Faqiriy, 6-uy. 17 ming so'm qarzingiz bor ekan, shuning uchun svetingiz o'chgan. Tushunarli. Bo'lmasa, mana shu 200 ming shuna to'lab yuboring. Svet deysanmi, qizim? Ha, bu Svetdan qarzimiz bor edi-yu. Kim? Hozir. Kim? Voy. O'rtoq, Ama toqqaychi, rahmatli amakimlarni omonatlari. Ama setkali narsalar kesu, bu sen bilan bizani oqibatimiz. O'rtoq, bu narsani seni qo'lingga bersam, hayotda olmas eding. O'rtoq, meni kechir. Ishdimmi, ro'zg'ordimmi? Seni holingdan xabar olmayman. Meni kechir do'stim, meni kechir.